uylanadigan yigitlarga aytiladigan narsa. Sen xaridor bo'layotgan qiz, sen faqat qizni o'ziga xaridor bo'lma, birodar. Sen mana shu qizni tarbiya qilgan oilasiga xaridor bo'l. Onasini ko'rib, qaysi xonadonda ulg'aydi, qanday muhitda o'sdi, kim tarbiya qildi, qaysi tushuncha bilan o'sdi, qaysi fikr bilan ulg'aydi, atrofida kimlar bo'lganida, mana shu juda ham muhim narsa. Akalar, imom bo'lganimiz vajhidan ko'p savollar bilan keladi. Qarab tursanglar, yaqin 10 yilda buyog'ida ajrashishlik nihoyatda ko'payib ketdi. Imom bo'lmay turib ham eshardik, lekin imom bo'lganimizdan keyin ko'proq xabardor bo'lyapmiz. Yaqin 5 yilda buyog'ida yana ham ko'payib ketdi. 6 oy, 7 oy, 1 yilga qolmay ajratib olyapti. Nimaga shuna bo'lyapti? Nimaga shuna bo'lyapti? Xaridor bo'lganda qudasini faqat yaxshi tomonni gapiradi. Mana ekan qizi, mana bo'lgan ekan otasi, mana faqat maqtaydi. Bilasizlar. Narigi tomon ham aytadi, o'g'il kuyov bola mana ekan, mana ekan, mana ekan deydi. Endi ajrashib ketgandan keyin quloq solinglar-da. Bitta ko'zini ko'rib ko'rgan, endi ajratgandan keyin ikkinchi ko'zini ochib faqat yomonini ko'radi. Ajratgani shoshilib ketyapti bolalar, qizlar. Ota-onalar yosh. Enachi, ozakalar, masalan, mana shu oqsoqollarimiz mashaqqat, qiyinchilikni ko'rganligi uchun bularni qizlari orozlab kelsa, olib borib o'tkazib qo'yib, hayotida bo'lgan ishni aytib, sabrga chaqira olagan. Hozirgi qiz berayotganlar necha yoshda hozirda o'rtacha? Ha, shu 40 bilan 50 da orasini qarasangiz, o'sha mashaqqat ko'rmaganda bular. Qiziga kuyov bola bitta qatta gapirib qo'ysa, qaynasi bitta qilib qo'ysa, shaq deb olyapti. Endi nima ko'p? Ersiz yurgan qizlar, juvonlar ko'p. Qani qarab ketyapti bular? O'zlari biladi. Shuning uchun uylanadigan ukalar, ham chiroyli bo'lsa, sizlarga yoqadigan narsa. Ham boy bo'lsa, bu ham yoqadi. Ham nasl-nasabli bo'lsa, ham dindor bo'lsa, qani bunaqa qiz? Lekin birinchi o'ringa dunyosini qo'yib olmaylar. Tagi tugli odamlarning qizi ekan deydi. Bu aytishim kerak buni. Tagi tugli odamlar ekan deydi. Nima degani shu?